Toshkentdan Moskvaga reysiy avtobusdan Toshkent xalqaro avtovokzalidan ikkinchi etaja chiqsanglar Ipak Kadirova ofisi bor do'stlar. Kelib joylashib, shu yerdan biletlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Kassalarimiz shu yerda joylashgan. Qo'lingizda bilet bilan ishonchli avtobuslarda ketaman desanglar, bemalol telefon qilib kelishinglar mumkin. Nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz. Tanlovdan tashlanmasdan bitta like urib, tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysanglar foydali video bo'ladi do'stlar. Ishonchli avtobus xizmatlari, Rossiyskiy O'zbekiston nomeridagi avtobuslar bo'ladi do'stlar. Do'stlar, Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga. Toshkent xalqaro avtovokzalidamiz do'stlar. Toshkentdan Moskvaga reysiy avtobuslarimiz amalga oshirilyapti. Kim borib kelmoqchi bo'lsa, ekranda O'zbekiston Rossiyskiy nomerlari bor. Bitta like'larni uringlar, podpiskani bosinglar. Nomerlarda WhatsApp, Telegramlar bor. O'zingizlar yozib, qiziqtirgan savollarni yozsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa videoni kommentariyasiga kirasizlar, savollarga javoblarni beramiz do'stlar. Dushanba, payshanba va chorshanba, shanba kunlari ham mart oyidan qo'shiladi. Hozircha dushanba, payshanba kunlari reyslar bor. Toshkentdan to'g'ridan to'g'ri reyslar Moskva shahriga